Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan men Melbet ilovasini, profilini to'g'ri va to'liq to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz menyu sahifasiga o'tib, shaxsiy ma'lumotlar ichiga kiramiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, telefon raqam, email, parol, ism, familiya, mamlakat va shahar katakchalarini to'ldirib chiqishimiz kerak. Birinchi o'rinda email pochtasini aktivlashtirib olamiz. Bu yerda biz o'zimizning ishlab turgan akkauntimizning elektron pochtasini kiritib olishimiz kerak. Melbet tekshiruv kuchukcha sabachka gmail.com teramiz va faollashtirish tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, pochta terilgandan so'ng tekshirib olsak bo'ladi va kodni yuborish tugmasini bosamiz. Bu yerda hozir bizga haqiqatdan ham robot emas, inson bajarayotganligini tasdiqlab berishimiz kerak bo'ladi. To'pni o'rtaga keltirib, joyiga qo'yganimizdan so'ng yuqorida ko'rsatilgan manzilga kod ketadi va biz bu yerga elektron pochtamizga kelgan 6 talik raqamni terishimiz kerak bo'ladi. Buni kodlarni terganimizdan so'ng faollashtirish tugmasini bosib, elektron pochtamizni biriktirib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, telefon raqam joyida faollashtirishni bosganimizdan so'ng O'zbekiston ichida ishlatadigan o'zimizning nomimizdagi telefon raqamni kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek 91-23-456 7 raqamni teramiz. O'zimizning telefon raqamimizni kod prefiksi bilan teramiz. Faollashtirish tugmasini bosamiz. Bu yerda ham bizda inson yoki robot bajarayotganligini tasdiqlab berish maqsadida kapcha chiqadi. Kapchani bajarganimizdan so'ng ana telefon raqamimizga kod ketadi. Xohlasak SMS shaklda va Telegramdagi kod olishimiz mumkin bo'ladi. Qaysi usul bizga ma'qul bo'lsa, shu orqali qabul qilib olishimiz mumkin. Agar bizga SMS kelmasa, ishlab turgan Telegramimiz sahifasiga kod kelishi mumkin. Parol. Bizning akkauntimiz 15-martda yaratilgan bo'lib, 4 kun bo'lgan. Buni ham o'zgartirish imkoniyati bor. Ko'rib turganingizdek, shaxsiy ma'lumotlar bo'lmida ism qismiga kirganimizdan so'ng to'ldirishimiz mumkin. Familiya qismida mamlakat ko'rsatiladi, shahar. Barchasini to'liq bajarganimizdan so'ng bemalol ishlatishimiz mumkin akkauntni. Ma'lumotlarni to'ldiring tugmachasi orqali bu yerdan Alisherov, ism Alisher, otasining ismi Alisherovich. Pasportimizda qanday ko'rsatilganligiga qarab to'liq va to'g'ri to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Tug'ilgan yilimizga pasportda ko'rsatilgani kabi ma'lumotlarni kiritishimiz talab qilinadi. Shularga e'tibor qiling. Toshkent yashash joyi viloyat qismiga tanlaymiz. Toshkent viloyati, shahar o'zimizning yashash manzilimiz, tug'ilgan joyimiz, masalan Bekobod, yashash manzili Bekobodskiy 77-uy. Bu yerda hujjat chiqadi. Chet el fuqarosining pasporti, ID hujjati. Chet el fuqarosining pasporti, haydovchilik guvohnomasi. Bizda ID hujjat bo'lganligi uchun ID qilib belgilaymiz. Seriyasiga AYM
E'tibor qiling, hujjat raqamiga esa pasportdagi 7 raqam, berilgan sana, qachon olganligimiz kiritiladi. Kim tomonidan berilgan? Bekobod IIB deb belgilasak bo'ladi. Ichki ishlar boshqarmasi nazarda tutilmoqda. Saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng bizning profilimiz to'liq o'zgaradi va akkaunt to'laqonlik ishlashi mumkin bo'ladi. E'tibor qiling, yana qayta aytaman sizga, ma'lumotlarni kiritishda pasportdagi ma'lumotlarni kiritishingiz so'raladi. Pul chiqarishda muammo bo'lmasligi uchun. Ana ma'lumotlar ham o'z joyiga keldi. Bemalol endi akkauntimizni ishlatishimiz mumkin.